Bugun biz siz bilan xotirlaydiganimiz aynan xalqimizning asl farzandlaridan biri, Shuhrat medali sohibasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dilnoraxonim Qodirjonova ayni avj pallasida 27 yoshida biz tiriklarni safimizni tark etdilar. Husning guli to bo'ldi jahon mulkida paydo shu farzand. Yulduz kabi porladi va birdaniga so'ndi. Mana shu yosh bo'lsa ham hofizlari darajasini saviyasida ijro etganini hozir biz ko'ryapmiz-da. Eng go'zal fazilatlari umuman hasad qilmasdilar. Qo'rqmasligi menga juda ham yoqardi. Umuman sahnadan hech qachon qo'rqmagan. Men ularni kechiray, bir qudrat bergan. Allohim mehridan bir xilvat bergan. Ozgina vaqt ichida katta ish qilib ketdi. Ah endi ket, kuttirding yomon kuttirding. Dilnurani ko'rsatuvga chiqib tanilib ketdim shekilli deb o'ylayapman o'zi. Dilnura mana o'lganiga qariyb 19 yil bo'lyapti. 19 yildan beri chiqyapmiz-da. She'r aytmagan kunim yo'q, she'r bitmagan kunim yo'q. Ko'zim ko'zingga tushdi. Men yonaman shekilli, devonaman shekilli, to'lg'onaman. O'tkazib yubormang.